Hop, bu haftalik ZTM testimizni ham tahlilni boshlaymiz. Demak, qaranglar, bizga logaritm berilganda, ya'ni logaritm tengsizlik. Asoslar birdan kattami? 0 1 oraliqda emas, to'g'rimi? 3 taqsim 2 1,5 beradi. Demak, asoslar tashlab olsam, 15 minus 3x katta yoki teng 12 minus 6x. 6x yoki 15 yoki olib o'taman. Demak, bu yoq 3x bo'ladi, to'g'rimi? Katta yoki teng 12 minus 15 dan. 3x katta yoki teng minus 3, to'g'rimi? X katta yoki teng minus 1 dan. Ana endi qaraylik. Bu chiqdi natijamiz. Endi aniqlash sohaga e'tibor berishimiz kerak. 15 minus 3x katta 0 dan. Demak, 3x 15 yo'lga olib o'taman. Ya'ni minus 3x katta minus 15 danmi? Demak, minus 3 ga bo'laveradigan bo'lsam, x kichik 5 dan, to'g'rimi? Tushunali? Ana endi aniqlash soha bo'ladi. Endi 12 minus 6x katta 0 dan. Ya'ni argument 0 dan katta bo'lishi kerak, to'g'rimi? Minus 6x katta minus 12 dan. Hop, x kichik 2 dan. Ana endi bularni bitta intervalga olamiz. Bu yerda 5 dan kichik minus 1 dan katta, bu yerda 2 dan kichik, to'g'rimi? Umumiy joy minus 1 dan x tegishli minus 1 dan 2 gacha. Tushunali? Qaysi javob bu? Minus 1 dan 2 gacha. C. Tushundinglar? Ana endi qaranglar, 32-savol. 6,5 4,3 minus 3,7 x va 7,2 sonlarning o'rta arifmetigi 3,5 ga teng. X ni qiymatini toping. O'rta arifmetik nima qiladi? Raqamlar shu sonlar yig'indisicha qo'shib bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 32-savol. 6,5 qo'shilgan 4,3 qo'shilgan minus 3,7 qo'shilgan x qo'shilgan 7,2. To'g'rimi? Va bo'lingan necha son bor? 1 2 3 4 5 dami? 5 ga bo'laman. Shundan natija chiqqan ekan 3,5. Hop, 5 ni 3,5 ko'paytiraman. Bu yerda 6,5 ga 4,3 qo'shsam necha bo'ladi? 10,8, to'g'rimi? 10,8 dan 3,7 ni ayirsam 7,1 mi? To'g'ri? 7,1 7,2 ni qo'shsam 14,3 mi? Qo'shilgan x barobar 5 kare 3,5. 17,5 mi? 17,5. Bu yo'lga o'tsa x teng 3,2. Sajov. Tushunarli? Kimda chiqmaganmi? Hozir chiqqan. 33. Kim tanladi? X kvadrat minus a kvadrat taqsim x kvadrat qo'shilgan 2ax qo'shilgan a kvadrat bo'lingan 4x minus 4a taqsim 3x qo'shilgan 3a. Qarab. Xo'p, mana bu qaysi formula? X minus a x plus a. Maxraj nima berib turibdi? Qaranglar. To'la kvadratmi? X plus a ning cos kvadratimi? X qo'shilgan a ning cos kvadrat. Ko'paytirilgan, bu yerda o'rni alishadimi? To'g'rimi? Surat maxrajga, maxraj suratga tushadi. Demak, bu yerda 3 topib ketsam, x qo'shilgan a maxraj. 4 topib ketsam, x minus a. Hop, qaranglar mana. Bu qisqarib ketdi. X minus a lar ham qisqarib ketdi, to'g'rimi? Bizda nima qoldi bu yerda? 3, bu yerda 4. Tushunarli? Qaysi javob bu? Da javob. Ana endi qaranglar. 34-savolimiz ham safar ekan bu yerga. Kitob bersalar 3, 4, 5, 6, 7, 8 raqamlari ishtirok etmagan 3 xonali sonlar nechta deganda? Bu yerda hozir yo'qlar nimalar bor? 0, 1, 2,
va 9 yo'q, to'g'rimi hozir bu? Burada qatnashmaganlar. Qaranglar, 3 xonali son bo'lsa, 3 xonali son bo'lsa. Birinchisiga nolni olish mumkinmi? Mumkin emas, to'g'rimi? Demak, bu yerga nechta sonni maqsam bo'ladi? Kombinatsiya qilsam, 3 tasini, to'g'rimi? Ikkinchisiga 0 ham olsam bo'ladi. Demak, 4 tasini kombinatsiya qilsam bo'ladi. 4-inchisiga yana 4 tani kombinatsiya qilsam bo'ladi. Endi bular ko'paytmas. 3 ga 4. 12 ga 4 qilsangiz. Tushunali? Ado. Xo'p, 35-savol. 3, 8, 13 va ketdi bu yoq. Atrofik proyeksiyaning nechta hadi 500 dan kichik debdi. Xo'p, demak, nechta hadi deganda qaranglar mana. Birinchi hadim. A1 nimaga teng 35 da? A1 3 A2 8 A3 13 to'g'ri? Bu dars ketdi bu yoq. Endi qaranglar, D nimaga teng? 5 ga, to'g'ri? Bizdan so'ralayotgan narsasi mana bu. A endi nechinchi hadi 500 dan kichik degan savol berildi. Tushundinglar? A endi formulasi qanaqa edi? Ershad atrofik proyektsiya xossasi. Xossasi. M plus N nimalar? Xossasi. Shu xossasi M plus N qayerdan keladi ular? A plus Indeksdir. Indekslayamiz, teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Chekka hadlayamiz, o'rta hadda ikkalanganiga teng yoki. To'g'rimi? Xo'p, yaxshi. A endi formulasi qanaqa edi? A1 plus N minus 1 bajargan D. Ana endi qaranglar. Shu 500 dan kichik bo'lishi kerak edi. A1 dan 10 ga 3 qo'yaman. 3 qo'shilgan N minus 1 ko'paytirilgan D o'rniga 5 barobar kichik 500 dan. Demak, 3 ga o'tsa 5 ko'paytirilgan N minus 1 kichik 497 dan, to'g'rimi? Hop, N minus 1 kichik 497 ni 500 ga bo'lsam 99-chi kattaroq son chiqadi. 99 o'ndan 3 deb olaylik, taxmin. Demak, N kichik 1 bu yo'lga o'tsa 100 dan 3mi? 100 butondan 3mi? Endi bundan bitta kichikchi qaysi son? Natural son. 100 mi? Demak, 100-chi hadi 500 dan kichik. Tushunali? Bajarib. Xo'p, 36-savol. Fx barobar 2x plus 1 taqsim 3x minus 1 funksiyaning x0 barobar 2 taqsim 3 nuqtai hosilasini toping debdi. Hop, 36-savol. Bu qanaqa hosila? Bo'lim hosilasi. Yaxshi. 2x plus 1 taqsim 3x minus 1. x0 nuqtai hosilasi x0 demak, f(x) nimaga teng? Umuman olib qaraylik, keladi. Masalan, a taqsim b holatdagi funksiya kelsa va buni hosilasi so'ralsa, avval a ni hosilasini olib b ga ko'paytiramiz, keyin qo'shamiz. A ni ko'paytirib b dan hosil olamiz va b ni kvadrat shaklida yozamiz. Tushunarli? Formulasi shu. Ya'ni birinchi suratdan hosil olib mahrajni ko'paytiramiz, keyingisida suratni ko'paytirib mahrajdan hosil olamiz. Va mahrajda mahraj kvadrati bo'lib qoladi. Demak, f(x) barobar 2x plus 1 dan hosilasi ko'paytirilgan 3x minus 1, to'g'rimi? Mana bu ayirish bo'ladi. Atalar xato qildim, hech kim topgan. 2x plus 1 va 3x minus 1 ni hosilasi va mahraj. 3x minus 1 ni qo'shib kvadrat barobar. Buni hosilasi nimaga teng? 2 ga ko'paytirilgan 3x minus 1 ayrilgan. Buni hosilasi nimaga teng? 3 ga. 3 ko'paytirilgan 2x plus 1 va mahraj 3x minus 1 ni qo'shib kvadrat barobar. Qo'shib o'charsam 6x minus 2 minus 6x minus 3 mahraj 3x minus 1 ni kvadrat. 6x qisqardirib
Surat minus 5 taqsim 3x minus 1 ni qo'shadi. Hosilasi ham shu narsaga teng ekan. Ana endi x0 nuqta hosilasi so'ralgan. Mana buni x0 ga qo'yib qo'ysam bo'ldi. Demak, f ishlari 2 taqsim 3 barobar minus 5 taqsim 3 ko'paytirilgan 2 taqsim 3 minus 1 ni o'z kvadrat barobar. Demak, shular qisqarib ketdimi? To'g'ri? 2 dan 1 ayrsam 1. Demak, javob minus 5 mi? Tushundingmi? D javob. 37-savol. 37. Y barobar 4 minus sinus x. Funksiyaning qiymatlar sohasini toping dedi. Sinusni qiymatlar sohasi nechinchi edi? Qanaqa edi? Ershod. Yo'q, hozir. Sinus qiymatlar sohasi. Minus 1 dan 1 esa. Aniqlash sohasi. Aytingmi? Kosinus qiymatlar to'plami. Tangiz kichik. Farisov. Demak, endi qaranglar-da, mana qiymatlar sohasini topishim uchun sinusga ham qarashim kerakmi? Sinusni maksimal qiymati nechi? 1. Birni qo'ysam nima bo'ladi bu? Y. Shuchi bo'ladi, to'g'rimi? Eng minimal qiymati nimaga teng sinus? Minus 1mi? Minus 1 qo'ysa y nimaga teng chiqadi? 5 mi? Demak, 3 dan 5 gacha olib hal qilar ekan qiymatlar to'plami. Tushundingmi? Rahmat senga. Javob kalkulyatorda xato ketib qolgan bu misol. A javobni. Xo'p, bo'ldi. Yaxshi ber. Xo'p, ABC va CD teng yo'li to'g'ri burchakli uchburchakning AC va CD katetlari bir to'g'risida yotadi. Agar AD kesmaning uzunligi 15 ga teng bo'lsa, BC va CD kesmaning yig'indisini toping dedi. Mana bu joyda qaranglar. Qanaqadir C, yo'q, keling. Qanaqadir x, yo'qda qanaqadir y deb olsa. Bizdan so'ralayotgan narsa xuddi shu x + y so'ralyapti. Barobar so'rab. Demak, mana bu A, B, C va C, D, Y to'g'ri burchakli uchburchaklardan ular teng yo'lli ekanda. Demak, mana bu joyim A bo'lsa, bu yog'im ham A bo'ladimi? Bu yoq B bo'lsa, bu yoq ham Bmi? Hipotenuzda nimaga teng chiqadi? Nizosida 2 B. Bu yoqda-chi? Nizosida 2 A bo'ladi. To'g'rimi? Pifagorcha. Tushundinglar? Demak, A + B nimaga teng edi o'zi? 15. 15 ga, to'g'rimi? A + B 15 ga teng edi. Demak, qaranglar, alkasi yig'indisi. Ildiz ostida 2A qo'shilgan ildiz ostida 2B mi? Ikkalasi ildiz ostiga olib chiqsam bilan qo'shsa, olib chiqsam A qo'shilgan B mi? A qo'shilgan B 15 ga teng edi, to'g'rimi? Demak, mana qismning uzunligi 15 ildiz 2 ga teng ekan. Tushundingmi? B javob dedi. Sirdan dedi. Qaysi javob dedi? Sir. Hop, keyingi 39. Tengsizlikning eng katta butun yechimini toping debdi. 39. Kim sormadi? Ershod chiqqanmi? Ahrob chiqqan tengsizlik? Shunisi? Javob 5 chiqadi. Yo'q, ishlaganmisiz? Harakat qil. Kim ishlamagansa irratsional tengsizlikni ma'nosini ishlab qo'ysa. Kim ishlamagansa irratsional tengsizlik. Irratsional tengsizlik. Kamida 20 ta. Tushundingmi? Qaranglar-da. Mana bu joyda mana bu nisbatson to'g'rimi? Qarang. Demak. Mana bu joy nima bo'ladi? Nisbatmi? Juftmi?
Mana bu har doim musbatmi? To'g'ri? Buni o'zdan kichik bo'la olmaydi. Demak, mana bu yoqda o'zini ishlaymizmi? X kvadrat minus 2x minus 24 kichik 0 dan. Bu x minus 4 x plus 6 x minus 6 x plus 4 mi? Kichik 0 dan. Qaranglarda, hozir mana bu yerda faqat aniqlash sohani olishim kerak. Yokida yo'q, aniqlash sohasini olib ketdik. Aniqlash sohaga ko'ra 10x minus x kvadrat katta teng 0 dan. Bu yerda x ni olib chiqib ketaman va x minus 10 qilib, minusni bu yoqqa tasir ettirib yuborsam, ishora o'zgaradi, to'g'rimi? Bo'ldi, bu alohida turibdi. Mana buni chizib olaman. Demak, bu yoqdan 6, bu yoqdan minus 4. Minus, minus, minus. Manfiy olib kerak. Bu yoqdan ham 10 va eng qizig'i mana bu 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Sababi bu 0 ga teng bo'lsa, 0 kichik 0 dan aniqlashga yo'q bo'ladi, to'g'ri? Demak, bu yoq 10, to'g'ri, mana bu joyda. 10 va 0 oralig'i mana bu yerda 0 oralig'i bor dedik. Demak, buni oralig'ini chizamiz. Bo'ladi. Plus, minus, minusmi? Ikkalasi umumiy joy qaysi? Mana bu joy. Demak, x tegishli 0 dan 6 gacha. Xo'p, endi bunda eng katta yechim so'ragan, to'g'rimi? Bu yechim musbat. To'g'ri? Demak, eng kattasi nima x maksimum? 5. Tushunarli? Yaxshi. Keyingi savol. 40. Agar alfa 0pi taqsim 2 oralig'ida, beta 0pi taqsim 2 oralig'ida shu bo'lsa, shuni qiymatini toping debdi. 40. Birinchi savol. Alfa tegishli 0pi taqsim 2 ekan. Eng qizig'i beta ham shunga tegadi. Xo'p. Tangens alfa 3 ga kosinus beta minus 1 taqsim 3 ga bo'lsa, ikkita sinus alfa va 3 ta kosinus beta so'ra. Sinus 2 alfa edi. Xo'p. Qarang. Mana tangens alfa qiymati to'g'rimi? 3 usulda topsam bo'ladimi? Alfa bo'lsa, bu yoq 3, bu yoq 1 bo'ladimi? Alfa bo'lsa qarsida katta etdi, yo'qsa katta etgan nisbatan tangens alfa beradi, to'g'rimi? Demak, gipotezaga nega teng chiqadi? Imzosida 10. Sinus alfa nimaga teng bo'ladi endi? 3 qaranglar. Sinus 2 alfani topaydi. Sinus 2 alfa 2 ta sinus alfa, kosinus alfa degan, to'g'rimi? Bu yoqda 2 ko'paytirilgan sinus alfa 3 taqsim imzosida 10. Kosinus alfa 1 taqsim imzosida 10 mi? Demak, bu ikkalasi 10 ni beradimi? Demak, bu 2 ko'paytirilgan 3 taqsim 10. 2 ga qisqartirib yuborsam 3 taqsim 5, to'g'rimi? Ana endi kosinus 2 betani topamiz. Kosinus 2 betani qaranglar. 2 kosinus kvadrat beta minus 1 degan formulamiz bor, to'g'rimi? Beta borda bizda chunki. Demak, 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 9 minus 1 barobar. 9 mahraj bersam, 2 dan 9 ayiraman minus 7 taqsim 9. Demak, ana endi o'rniga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Mana bu yerda davom ettiraman. 2 ko'paytirilgan sinus alfa 3 taqsim 5 minus bu qo'shilgan 3 ko'paytirilgan 7 taqsim 9 to'g'ri minusdan. Tushundinglar? Xo'p, mana bu 6 taqsim 5 ayrilgan. Chunki mana bu solga chiqadi, to'g'ri? 3 bilan 9 qisqartirsam 7 taqsim 3. Bu yoqqa 5 ta, bu yoqqa 3 ta ko'paytirsam
18 ayrilgan 21 18 bitir. Ha, shuni ko'ryapman. 35 taqsim 15. 18 dan 35 yarsam 17 to'g'ri minusdan. Minus 17 taqsim 15. Qaysi javob? Tushunarli? Tushunarli? Xo'p, endi qaranglar. 41-savolda istalgan A va B natural sonlar uchun quyidagi ifodalardan qaysi biri doimo juft son bo'ladi degan savol beribdi-da. A bilan B ga son tanlab olaylik. Legendarniy A ga 1 olamiz. B ga 1 sherik 2 ni olamiz. Qaranglar. 2 ga 1mi? 2 mi? 2 ga 1 ni qo'shaman. 3 mi? Istalgan deganda bizga. Demak o'z-o'zidan chiqib ketdi bizda. Qaranglar. Istalganda bo'lmadi. Ya'ni biz istaganda bo'lmadi. Tushunarli? Bu 2, to'g'rimi? 2 ga kirkalardan qo'shsa, juft sonmi? Bu turib tursin hozircha. Mana bu 2 ga 1 va 3, to'g'rimi? Bu nima bo'ldi? Juft son, to'g'rimi? Bu ham turib tursin. Mana bu 2, to'g'rimi? 2, mana bu 1, mana bu 2. Qo'shsa nima bo'ldi? 5 bo'lib qoldi. Bo'ldi, bu ham chiqib ketdi. Ana endi mana bu ikkalasi turibdi, o'ylantiribdi meni. Xo'p, bunda nima sababdan bu bo'lmasin isbotlar e'tibor berishinglar. Qani e'tibor beringlar. Bir birga teng qolib turib, A 2 ga teng qolsa bunda bu 2 bo'ladi. Bu 1 to'g'rimi? 3 bo'lib qoldimi? Bu chiqib ketdi. Endi yana bittasiga qaranglar. Mana bu ikkalasidan bittasi juft, bittasi 90 bo'ladi har doim, to'g'rimi? Juft songa 90 ni ko'paytirsam har doim juft son chiqadi. Qolsa juft son bo'ladimi, 90 bo'ladimi farqi yo'q. Bu yoqdagi narsa buni juft songa aylantirib turaveradi. Sababi mana juft sonni 90 ko'paytirgan taqdirimda ham juft sonni ko'paytirsam juft son chiqadi. Tushunarli? Har qanday juft sonni 90 ko'paytirsam bu juft son. Tushunarli? Shuning uchun C javob bo'ladi. Hop yaxshi. 42-savol. Nizosida x barobar -3. Ming hijolat bilan yozdim degan. Qanday ko'taramizmi? Ha? 9 qanday javobi? Zo'r emotsiya berasan kulib bor. Tabiiy chiqyapti videomiz. Nima bo'ladi endi bu? Boshqa bo'ladi bo'lsa. Xo'p, yaxshi. 43-savol. Ya, lekin zo'r bu savolni yozganim uchun kechiringlar. 49. 43-savol. 9 darajasida -4x -3 barobar 9 darajasida 1/5 ko'paytirilgan 9 imzosida 3 ni -2-sinchisi. Hop, yaxshi. Mana bu 3 darajasiga keltira olaman-da. A darajasida m va uning darajasida n holatga bo'lsa nima bo'lardi? Mana bu darajada nima bo'ladi? Ko'payadimi? A darajasida m ko'paytirilgan n bo'lib qoladi, to'g'rimi? Mana bu 3 kvadratimi? Shunda 3 da -8 x -6 bo'lib qoladimki, 2 ko'paysa. Barobar. Mana bu 3 darajasida 3 bo'lib qoladi, to'g'rimi? Ko'paytirilgan. Mana bu 3 darajasida 2, to'g'rimi? Va ko'paytirilgan 3 darajasida 1/2. Tushunarli? Mana izoh 3 1/2 kelaveradi darajasida. Tushundinglar? To'g'ri. Va shuni -2x-sinchisi. Demak, 3 darajasida -8x -6 barobar mana bu kelasi. 3 darajasida 3 ko'paytirilgan 3 darajasida nechga ketadi? 5/2 ni -2x-sinchisi. Demak, 3 darajasida -8x -6 barobar 3 darajasida 3 ko'paytirilgan mana 2 2 qisqarib ketadi, to'g'rimi? Shuni 3 darajasida -5x qoldi. Ana endi 3/2 bo'ladi. Ana bumi? Yo'q, 5/2 bo'ladi. Asos bir xil. Orasi ko'paytirish darajalar qo'shiladimi? 3 darajasida -8x -6 barobar 3 darajasida 3 5x keldi. Asoslar tashlab yuboraman, darajalar tenglayman. -8x -6 barobar 3 5x keldi. 5x ni yo'lga, 6 ni yo'lga olib o'taman.
Buraya o'tsa bu minus 3x bo'ladi barobar 9 ga 6 burga nisbat o'tadi, 5 burga qo'shib o'tadi. X barobar minus 3 ga bo'lib yuborsa minus 3. Qaysi javob? D javob. D javob. Hop, yaxshi. 44-savol. Agar A vektor x bilan 2 va B vektor minus 5 bilan y bo'lsa, kollinear vektorlar bo'lsa, kollinearlik sharti o'tkazib test yozgan qanaqa bo'lish kerak edi? X bir taqsim x2 y bir taqsim y. Ya'ni nima bu? Nimalari? Koordinatalar nisbati teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Demak, 44-savol. A vektor berilgan. X bilan 2. B vektor berilgan. Minus 5 bilan y. Kollinearlik shartiga ko'ra x taqsim minus 5 teng bo'lishi kerak edi 2 taqsim y ga. To'g'rimi? Bu yerdan x topilsa nima bo'ladi? Minus 10 taqsim y mi? Nima hech kim gap chiqmayapti? Demak, 3xy qo'shilgan 23 so'ralyapti-da. 3xy qo'shilgan 23. Barobar. Qaraylik. X y teng minus 10 bo'ladi. Da, shunaqa qilsak ham bo'ladi. Mavjud x y barobar minus 10 mi? Yaxshi. 10 ga qo'yarsam bo'ladimi? Ha, buni tenglaymiz. 3 ko'paytirilgan minus 10 qo'shilgan 23. Barobar. 30 va minusdan minus 30 plus 23. Nima beradi? Minus 7. Tushunarli? Ajoyib. Hop, yaxshi. 45-savol. Shu savollar ichida ikkita eng qiyin savol bor. Bittasi mana bu, ikkinchisi 45-savol. Alpeda savol deb aytsam mumkin. Hazilab, yana alpedaga o'rotmaydi. Bular savol tushmagan. 44-savol. 45. Yaxshi, ataylab xato qilaman. Bilasizmi, yo'qmi? Sinus x. A-ga teng cosinus x B-ga teng. Bizdan so'rayotgan narsa a kvadrat qo'shilgan b kvadrat. Sarinoz? Maftuna? Qarang. Asosiy aynan ayting. Trigonometriyani. Sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x teng 1 ga. Birga. Xo'p. Demak, bu yerda nimaga teng ekan bu? Sinus kvadrat x ga teng bo'ladi, ma'lumni qo'ysam. Sinus kvadrat x qo'shilgan, mana unga kosinus qo'ysam, kosinus kvadrat x. Maftun aytganda bu 0 mi? Albatta, yaxshi. D javob. Zotlar xato qilganmiz hech qilib? To'g'ri. To'g'rimi? Xo'p, 46-savol. Bizga berilyapti 46. Faqat x barobar x kvadrat minus 5x plus s. Funksiyaning nollardan biri 1 bo'lsa, ikkinchisini toping debdi. Parametr deydi. Shuna kvadrat tengdan berilsa kelsa, va nollardan bittasi berilsa, parametrni qanaqa topardik? O'rniga qo'yardik, to'g'rimi? X o'rniga qo'yardik. Demak, ana bu 1 degan qiymat bor bizdagi. Bu funksiyani nimaga aylantirishimiz kerak? 0 ga aylantirishimiz kerak, to'g'rimi? 0 barobar 1 kvadrati minus 5 kara 1 qo'shilgan s. Bu nimaga teng? 1 dan 5 ta ayirsan. Ne so'raymiz? Javob bo'lsa 4. S teng. Tushunarli? Ajoyib. 47-savol. Tekislikdan bir birlik balandlikda yotuvchi nuqtadan tekislikka 30 graduslik burchak ostida ikkita olma o'tkazilgan. Bo'lib, ularning proyeksiyalari 120 gradus burchak ostini tashkil etadi. Olmalar tekislik bo'ldi. Qaranglar. Tekislik deganda mana nazarda tutinglar, mana yaxshilab tasavvur qilib ko'ringlar mana. Tekislik turibdi. Mana bu mana. To'g'rimi? Bitta balandlik shu narsa. Endi og'malar mana bu uchidan bu joygacha va bu mana bu uchidan bu yoqgacha tutashtirsak to'g'ri burchak uchburchak hosil bo'ladi, to'g'rimi? Gipotenuzalar. O'shalar proyeksiyalar hisoblanadi, og'malar hisoblanadi. Tushunarli? Proyeksiyasi bo'lsa mana pastdagi, mana bu joy proyeksiyasi. Ikkinchi katetda. Tushunarli? Demak,
bitta balandlik tashlandi. Hop. Va ikkita og'ma. Bizdan so'ralayotgan joyi mana bu yerda x ni so'ralyapti. Tushunadi? Xo'p. Qaranglar, mana bu h balandligida bu yo'lga perpendikulyar, bu yo'lga perpendikulyar. Tangentasi barobar 1 taqsim a ga. A barobar izoh 3 ga teng bo'ladimi? To'g'ri? Bu yerda b-chi. Bu ham xuddi shunday bo'ladi, izoh 3 bo'ladi, to'g'ri? Qarang. Ana endi yana bitta narsa borda, o'lchaydi. Ikkita katetlari birisi 20 bo'lsa, mana bu joy A, mana bu joy A bo'lsa, bu joy izosi 3 A bo'ladi, to'g'ri? Bu yoqda ham xuddi shuni xossa bajarilyapti. Bu yoq izosi 3, bu yoq izosi 3. Bu yoq x ga teng bo'ladi shunda. Izosi 3 ko'paytirilgan izosi 3. Demak, tushunaveradimi? Tushunadi? D joy. Men bu yerda xato qo'yman. Ya'ni bu tekislik bilan mana bu tekislik bilan hosil qilish kerak ekan. Olma. Bu yerda. Tushunadi? Keyingisi 48-savol. 2 izosida 12,5 qo'shilgan 6 izosida 14 taqsim 2 izosida 7 qo'shilgan izosida 14 ayrilgan 11 izosida 2 qo'shilgan 12 barobar. Abi 2 ni qo'shib kizoraman. Hech kim qarshi emas qilib. 4 ga 12 nima bo'ladi? 12 yarim? Izosi 50 mi? Qo'shilgan. Mana 6 izosida 14 va mahraj qaranglar. Izosi yetini olib ketsam bo'ladimi? Izosi yetini qo'shsam olib ketaman. Bu yerda 2 qo'shilgan izosida 2 ayrilgan 11 izosida 2 qo'shilgan 12 barobar. Mana bu nima beradi? 5 izosida 2 qo'shilgan. Mana bu kasb qatira olaman-da. 6 izosida 2 qoladi tepada. Mahraj 2 qo'shilgan izosida 2 ayrilgan 11 izosida 2 qo'shilgan 12. Elasancha qutqara olaman men buni. 5 izos, qara, 5 izosida 2 dan 11 izosida 2 ni ayirsa nima bo'ladi? Mana bu elasancha qutqarish uchun men sizga ko'paytirishim kerak, to'g'rimi? 6 izosida 2 va 2 ayrilgan izosida 2. Mahraj 4 minus izosida 2 ni kvadratimi? Bu yoq minus 6 izosida 2 qo'shilgan 12 barobar. 4 dan 2 ayrsam 2 to'g'rimi? Bu 2 bilan yo'lda 6 ni satsam 3 qoldi. Qo'shimcha 6 izosida 2 ayrilgan 6 bo'ladi, to'g'rimi? 3 izosida 2 ni izosida ko'paytirsam 6 bo'ladi. Ayrilgan 6 izosida 2 qo'shilgan 12. 6 izosida 2 lar qarama qarsonlayapsiz nima teng, to'g'rimi? Minus 6 plus 12 nimaga teng? 6 ga. Tushunali? Ajoyib. Pastdan tepaga qarab chiqib boramiz. Tushunali? Demak, barobar. Mana bu yum mahrajasi nima bo'ladi? 9 ga beraman. 9 dan 1 dan ayrsam 8 mi? 9 suratga chiqib ketadi, to'g'rimi? 1 ayrilgan 1 taqsim 1 minus 9 taqsim 8. To'g'ri? Barobar. Mana bunga ham mahraj beramiz 8, to'g'rimi? 8 dan 9 ayrsam minus 1 mi? 8 tepaga chiqadi. 1 minus 8 taqsim minus 1. Mana bu ikkita minus bo'lib ketadi. Plus bo'lib ketadi. 1 qo'shilgan 8 barobar 9. Tushundingmi? Ajoyib. Hop yaxshi. Abasida tenglik burchakning asl tomonida D va E nuqtalar yotadi. Abasida tenglik burchak. Nima uchun so'rayman? Tenglik burchakni berganlar bizga. Masalan, to'g'ri burchak chizayman shu burchakda. Chunki bir burchak 90 gradusda berib ketganda, to'g'rimi? A, B, mana bu yoq C ekan. Mana bu joy 90 gradus berdi. Demak, A D
birlashgan nuqta bo'lsin. A'si tomonida D va E nuqtalari o'tadi. Ha. Avjida avji E bo'lsin. A'dan D gacha bo'lgan masofa 3 ga, D dan E gacha bo'lgan masofa 5 ga, E dan S gacha bo'lgan masofa 4 ga teng bo'lsa, D, B, E burchak so'rayapti. Hoppa. Qaranglar-da. Qo'lida to'g'ri burchagimiz. Demak, hipotenuzdan nima bo'ldi? 12 mi? Pifagordan bu yoq nima bo'lardi? 602, bu yoq 662 bo'ladi, to'g'rimi? Bu burchaklar nimaga teng? 45 danmi? 45 ga aytsan, to'g'rimi? To'g'ri. Tushunyapsizmi? Munosabatdan 45. Tengli bo'lganligi uchun, kamida to'g'ri burchakli bo'lganligi uchun, to'g'rimi? Demak, endi men mana bu joyni topib olaman. Keyin mana bu ikkalasidan foydalanib, bu yoqda ham topaman. Ya'ni kosinuslar teorasini qo'llayman. Tushunarli? Mana bu joyda A deb olsam, mana bu joyda B deb olsam. B kvadrat A kvadrat nimaga teng? Barobar 3 kvadrati qo'shilgan 602 ni kvadrati minus 2 karra 3 karra 602 ko'paytirilgan kosinus 45. Nimaga teng? 2 taqsim 2 ga teng. Bu qisqarib ketdi, to'g'rimi? A kvadrat barobar 3 kvadrat 9 qo'shilgan 1 kvadrat 72 ayrilgan 36 mi? Hop, bu 72 ni 36 yarasam 36 qo'shsam 45. Demak, A kvadrat teng 45. Yo, A kvadrat kelsa turaversin. Mamnun. Men kosinus teorasini qo'llayman. Keyingisi B kvadrat topaman. B kvadrat barobar 4 kvadrati qo'shilgan 602 ni qo'shsak kvadrati ayrilgan 2 karra 4 karra 602 karra kosinus 45 dan qiymati 2 taqsim 2 ga. Bu qisqarib ketsa, B kvadrat barobar 16 qo'shilgan 72 ayrilgan 48 mi? 72 dan 48 ayrsam 24 mi? 24 ni 6 ni qo'shsam 40 mi? B kvadrat 40 ga teng ekan. Ana endi mana bu qanaqa alfa edi-da. Mana shu burchak uchun Pifagor qo'llayman. Kosinus teorasi. Tushunarli? Yaxshi. A kvadrat qo'shilgan B kvadrat ayrilgan 2AB plus ko'paytirilgan kosinus alfa barobar 5 kvadratga teng bo'lishi kerak edi. Ani topolmayapman. Ani topsam nega teng? 332. 335. B-chi? 210 mi? Tushunarli? Hop, A kvadrat o'rniga 45 qo'yaman. B kvadrat o'rniga 40 qo'yaman. Ayrilgan 2 karra A o'rniga 335 ko'paytirilgan B o'rniga 210 ko'paytirilgan kosinus alfa barobar 25 ga. Hop, yaxshi, mana bu kelasi. 85 ayrilgan. Bu 2 karra 3 6 6 karra 2 12 mana bu kelasidan 5 chiqadi. 60 2 kosinus alfa barobar 25 gami? 25 ni bu yoqqa olib o'taman, 60 ni bu yoqqa olib o'taman. 60 kosinus alfa. 60 2 kosinus alfa barobar 60 gami? 60 dan qisqarib ketdi. 2 kosinus alfa barobar 1 gami? Kosinus alfa nimaga teng? 1 taqsim 2. Qachon kosinus 1 taqsim 2 teng? Alfa barobar 45 gradus. Tushunarli? Qaysi javob? B javob. B javob. Yaxshi. Endi birinchi savol, teorema haqiqiy ildiz yig'indisi agar yagona bo'lsa, shu ildizni ham toping debdi. Qaranglar-da. Ildiz bilan qadar qisqartiraversam bo'ladi, to'g'rimi? Nima bo'ladi? Modulda chiqadi, to'g'rimi? Qisqartiraman. Modulda 2x plus 1 minus 3 2x plus 5 barobar minus 8.
Ana endi modulga shart beraman, nima bunga? 2x plus 1 katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. To'g'rimi? Birinchi holatga ko'ra. X katta yoki teng minus 1 taqsim 2 dan. To'g'rimi? Demak, 2x qo'shilgan 1 ayrilgan 6x ayrilgan 15, to'g'rimi? 15 8 bo'lga o'tsa plus 8 bo'ladimi? Teng 4. 2x 6x ayirsan minus 4x 1 dan 15 ayiraman minus 6 barobar 0. Demak, 4x barobar minus 6 ga. X barobar minus 3 taqsim 2 gami. Men buni ola olamanmi, yo'qmi? Olaman. Nimaga? Minus 1 taqsimdan katta bo'lishi kerak, to'g'rimi? Shartga ko'ra. Tushunali? Demak, bu bo'ldi, kerak emas. Ana endi 2x plus 1 kichik yoki teng 0 dan bo'lishi kerak. 2x kichik yoki teng minus 1 taqsim 2 ga. To'g'rimi? X tushunmaydi. Minus qo'shaman buni. Minus 2x minus 1 qo'shsam minus 6x minus 15 plus 8 barobar 0 ga. Minus 8x minus 8 barobar 0 ga. X teng minus 1 ga. Hop. Men minus 1 olamanmi, yo'qmi? Olaman, to'g'rimi? Demak, Dejo. Tushunali? Hop, yaxshi. Endi ikkinchi savol. X teng 4 bo'lsa, ifodaning qiymatini toping debdi. 52. X teng 4 ekan. X kvadrat minus 4 taqsim 4x kvadrat. Ko'paytirilgan 2x taqsim x plus 2 barobar. Mana formula bo'yicha ochib olaman. Bu yerda 4 bilan 2 kvadrat bilan x qisqarib ketsa, bu yoq x minus 2 x plus 2 va mahraj 2x qoldi. Ko'paytirilgan 1 taqsim x plus 2 x plus 2 lar qisqarib ketdi. Demak, menda qolayotgan narsa x minus 2 taqsim 2x. X o'rniga 4 ni qo'shim kerak edi? 4 minus 2 taqsim 2 kere 4. 2 taqsim 8 yoki 1 taqsim 4. Yoki 0.25. Ajoyib. Tushunali? Endi 3-chi savol. Radiusi 10 ga teng bo'lgan aylanaga ichki chizilgan muntazam uchburchakning yuzini toping debdi. 53. Aylana berilgan. Aylanaga ichki chizilgan muntazam uchburchak yuzi. Muntazam uchburchak chizilibdi unga. Demak, avjidan radius topib olaman. Mana bu radiusga teng bo'ladi. Eng qizig'i, aylananing radiusi bistirsani kesgan nuqta o'rtada bo'ladi. Tushunali? Demak, bistirsa uchsa nima bo'ladi? 30 mi? Tushunalimi? Keyin bu ham bundoq tortib olaman bu yerga. 90 ga asosda tushadi. To'g'ri? Mana bu joy A, bu joy ham A dan bo'lib qoladi. Demak, yon tomonlari 2A dan. Tushunali? Chunki muntazamda hamma tomoni teng. Ana endi qaranglar. Shu uchburchak yuz so'raladi. Nima beradi? Radius berilganmidi? Radius berilganmidi? Radius 10 ga teng ekan. Kosinusdan foydalanamiz. Kosinus alfa beradimi? Yo'q, shunga aytdik, gipotezga nisbat. Demak, kosinus 30 gradus barobar A taqsim radius. A barobar radius ko'paytirilgan kosinus 30 gradusga teng. Radius 10 ga teng. Kosinus 30 chi? 133 taqsim 2. Bular qisqarib ketsa 5 133 mi? Demak, buni yon tomonlariga teng ekan. 2 10 133 ga ekan. Tushunali? Ana endi uchburchak yuzi nimaga teng? S muntazamniki. 133 a kvadrat taqsim 4, to'g'ri? 133
taqsim 4 ko'paytirilgan a kvadrat, ya'ni 300. 300 yoki 100 ko'paytirilgan 3. 100 bilan 4 qisqartirsam 25, 23 ko'paytirsam 75, 75 izoh 3. Tushunarli? Sejov. Ha shuni? Ha shuni? 54-savol. Ni hisoblaymiz. Xo'p. Kimdan so'rasak bo'ladi? Ligina kvadratlar, aynan postkvadrat formulasi. Farzod. O'sha. Mavjudi va ikkinchi savol. Uchinchisimi? O'zim ko'rib olaveray ekan. Qaranglar. A kvadrat minus 2 plus b kvadrat. Demak, ilzosida 3 minus ilzosida 5 ni qos kvadrati ayrilgan 2 ilzosida 3 minus ilzosida 5 ko'paytirilgan 3 plus ilzosida 5 mi? Qo'shilgan 3 qo'shilgan ilzosida 5 ni qos kvadrati barobar. Kvadrat bilan siz qaradimi? 3 minus ilzosida 5. To'g'rimi? Ayrilgan 2 ko'paytirilgan. Hali ikkita ildizni bitta ildiga olsam bo'ladimi? Nima bo'ladi ekan bu? Kvadrat emas. Demak, ilzosida 9 minus ilzosida 5 mi? Kvadrat 5. To'g'ri? Qo'shilgan. Bularni qisqarib ketsa, 3 qo'shilgan ilzosida 5 mi? Barobar. Ilzosida 5 lar qisqarib ketdi. Aha, 3 ga 3 ni qo'shsam 6 ayrilgan 2 ko'paytirilgan 2. Bu javob ham 2. B javob. Yaxshi. Demak, keyingisi tekislikka unga tegishli bo'lmagan nuqtadan perpendikulyar va kitob bir xilmi? Bu ikki savol bilan. Shunga o'xshash ekan. Og'lardan birining uzunligi 80 ga teng va u tekislik bilan 30 gradusli burchak tashkil qiladi. Ikkinchi omil tekislik bilan 60 gradusli burchak tashkil etsa, ikkinchi omilning uzunligini toping deymiz. Xo'p, 55. Tekislikka unga tegishli bo'lmagan nuqtadan perpendikulyar va ikkita omil tushilgan. Og'lardan birining uzunligi 18 ga. Mana bu 18 ni olaylik. Shunga og'lardan birining uzunligi tushgan deymiz. Bu tekislik bilan, mana bu tekislik bilan, ya'ni mana bu joy bilan 30 gradusli burchak tashkil qilar ekan. Ikkinchi omil tekislik bilan 60 gradusli burchak tashkil qilsa, demak mana bu joy 60 gradus ekan. İkinci omilning uzunligini toping. 30 gradus qarshiga katta deb mana bu to'g'ri burchak deydi. 30 gradus qarshiga katta geometriyani yaniga deymi? To'g'ri? Demak, mana bu joy qachonga teng? 9 mi? Ana endi ikkinchi mana x bo'lsa, burchak qarshiga katta deb burchak kattaga nisbati. Sinus alfa, to'g'ri? Sinus alfa barobar, ya'ni sinus 60 gradus barobar x 9 taqsim x ga teng. Bu nimaga teng? 3 taqsim 2 barobar 9 taqsim x ga. Demak, mana bu yerda davom ettiraman. Shunda x barobar 18 taqsim 3 mi? Irasanini to'g'risa 6 3 mi? Bajo. Tushunarli? Tushuninglar? Xo'p, yaxshi. Keyingisi y barobar funksiyaning eng kichik qiymatini toping. 56-savol. Hozir bundan katta qo'shilaman. Bundan katta qo'shalsam, nima? Nima bo'lsam? Ko'rsangizga bilasizmi? Shuni keltira olaman. Mana bu. Barobar. Bunga 3 ni qo'shib ayiraman. X minus 3 qo'shilgan 4 taqsim x minus 3 plus 3 bo'lishi kerakmi? To'g'ri? Mana buni
eng kichik qiymatini topa olishim kerak endi men. Demak, ko'chiga qo'yaversam, x minus 3 qo'shilgan 4 taqsim x minus 3 katta yoki teng bo'lishi kerak imzosida. Ikki imzosida x minus 3 ko'paytirilgan 4 taqsim x minus 3 ga. Bular qisqarib ketsa, x minus 3 katta emas, katta bo'lishi kerak, chunki bizda qat'iy belgi. 4 taqsim x minus 3 katta. Mana bu 4 dan 2 chiqadimi endi? Biroq 4 bo'lib ketdi. 4 dan bitta kattasi 5 mi? Demak, mana buning qiymati 5 ga teng ekan. 5 ga 3 ni qo'shsam 8. Tushunali? D javobi. Yaxshi. Endi ikkinchi savol. fx barobar 2 cos sin x minus cosinus x ni cos kvadratda funksiyaning boshlang'ich funksiyasini toping debdi. Boshlang'ich funksiyasi nima qilardik? Mana buni Sizda yo'qmi? Ustidan nima qilardik? Birinchi qo'shimcha olamizmi? Integral olamiz. Integral olamiz. Katta ifat x barobar 2 sinus x minus cosinus x ni cos kvadrati dx mi? Shuni boshlang'ich ifat x mi? Katta barobar. Mana buni kvadrat bo'yicha ochib yuboraman-da. Integral tashqarisiga o'zgara sonni olib kelsam bo'ladi. To'g'rimi? Ko'paytirib chiqaman. 2 olib ketdim. Cos'da bu cosinus kvadrat sin kvadrat x to'g'rimi? Aytgan 2 ta sinus x cosinus x qo'shilgan cosinus kvadrat x mi? Qo'shilgan. Va dx. Mana bundan nima beradi? Va eng qiyin savolimizda. Birdimi? Demak, 2 integral 1 minus mana buncha nima beradi? Sinus x ni va dx. Demak, bir integral x ga teng, ya'ni 2 ko'paytirilgan x ayrilgan. Sinus x ni integrali-chi? To'g'ri, sinus x ni integrali. Minus cosinus, to'g'rimi? Ikkitagi minus yo'q, plus boradi-da, cosinus 2x taqsim 2 bo'lib ketadimi? Qo'shilgan s. Nimaga taqsim 2 qilib yozib qo'ydim? Hosil olgan vaqtda 2 oldiga tushib qoladi. Murakkab funksiya hosilasi bo'lib turibdi, to'g'rimi? 2 bilan mana 2 qisqarib ketishligi uchun mana 2 vaqtga yozib qo'yishga majburman. Tushunarli? Demak, hosil ochib yuboraman. Ochib yuborsam 2x qo'shilgan cosinus 2x bo'lib ketadimi? Ha, bu keladi, qisqarib ketadi, to'g'rimi? Qo'shilgan s. S javob. Tushunarli? Hop, yaxshi. Aynida 6 ta nuqta belgilangan. Uchlari bir nuqtada bo'lgan eng ko'p nechta uchburchak mavjud? Aynida 6 ta nuqta belgilangan. 58. Aynadan o'ralgan 6 nuqta. 1 2 3 4 5 6. Nechta uchburchak mavjud turibdi? Aynan. Mana bu 6 ta aylanadan-da, 6 ta nuqtadan-da xohlagan 3 tasini birlashtirsam ularga uchburchak hosil bo'ladimi? To'g'ri? 6 tadan 3 tasini tanlab olishim kerak. Ya'ni s 6 tadan 3 tami 6 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paytirilgan. Yana 3 faktorial bo'lib qoladi. 6 bilan 3 faktorial qisqartiraversam 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 6. Mahraj 1 2 3. Qisqarib ketdi barobar 20. Mana bu qayerdan kelib qoldi deganlar uchun s n dan k bo'lib qolsa, demak n faktorial taqsim k faktorial ko'paytirilgan n minus k faktorial. Shu formula. Tushunarli? 20 qaysi javobda? 59-savolda hisoblang debdi-da. Qaranglar, mana bu kasrlar mahrajlar bir xil bo'lsa nima qilardik? Butun qismi, kasr qismini qo'shardik, to'g'rimi? Avval hammasi mahraj bir xilda. Demak, nima bo'ladi? Mahraj o'zgarmaydi, to'g'rimi? Mahraj o'zgarmasdan 2220 bar, to'g'rimi? Butun qismlarni qo'shaman. 200 ga 2000 ga 200 qo'shsam, 2200 ga 20 qo'shsam, 2220. 2221 mi? 2221. Eng qizig'i surat ham bir xilda, shu. Demak,
221. Xo'p, mana bu nimani beradi? Birlamiga qo'shib beraman. Demak, 2222. Qaysi javob? D javob. Yaxshi. Xo'p, oxirgi savol. 60-savol. X kvadrat minus 3x qo'shilgan 1 ni cos kvadrat ayrilgan 4 karra x kvadrat minus 3x barobar 9 ga. Qaysi bir belgilasam qulay? Kvadrat minus 3x. Mana bu t deb belgilayman. Belgilasam, nima bo'ladi? T plus 1 ni Kvadrat. cos kvadrat ayrilgan 4 karra t mi barobar 9 ga. Cos ocharsam t kvadrat minus 2 ta t minus 1 minus 4 ta t minus 9 barobar 0 ga. T kvadrat minus 2 ta t bo'lib ketadi. To'g'rimi olib kelasiz? 9 dan esa minus 8 barobar 0 ga. Demak, t minus 4 t plus 2 mi? Teng 0 ga. T teng 1 marta 2 ga minus 2 ga, to'g'rimi? T 1 marta 4 ga. Demak, t nimaga teng edi? X kvadrat minus 3x ni 1 marta 4 ga tenglayman. X kvadrat minus 3x minus 4 barobar 0 ga. Bu x minus 3 javobi adashdim. X minus 4 x plus 1 mi? Barobar 0 ga. X teng 1 marta 4 ga, x teng 1 marta minus 1 ga. Keyingisida x kvadrat minus 3x ni nimaga tenglashim kerak? Minus 2 ga. 2 yo'lga bo'lsa x kvadrat minus 3x plus 2 barobar 0. Xo'p, x minus 2 x minus 1 teng 0 ga. X teng 2 ga, x teng 1 ga. Masalasiga bizda yig'inti so'ralibdi-da. Demak, 4 qo'shilgan minus 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 1. Minus 1 bilan 1 birga teng ketadi, to'g'rimi? 4 ga kelib qo'shsam 6. Javob. Xo'p, mana 30 ta hammasini tahlil bo'ldi. Qaranglar, kim qaysi savolda xato qilgan bo'lsa, hammasini masalan qaranglar. Ildizdami, kasrdami yoki tenglamadami farqi yo'q. Aniq qilish kerak. Tahlil qilish kerak. Xuddi o'sha mavzuni ochib, kamida 15-20 ta misol ishlab qo'yinglar. Tushunarli?